Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz navbatdagi oshxona mebelimizni olib kelib, stanovka qilib o'rnatdik. Bu oshxona mebelimizni obunachimizning xonadoniga qo'ydik. Xo'p, xudo xolasa ishimiz chiroyli bo'lib bitdi. Bu oshxona mebelimizni razmeri, narxigacha aytib o'tamiz, materiallarigacha. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Xudo xolasa chiqarib borayotgan ishlarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, bu oshxona mebelimizni burchagidan, uyda burchagidan xolodilnik nari chekkasigacha 356 cm joyga ustanovka qildik. Poldan balandligini 240 qilib ustanovka qilib berdik. Xo'p, bu oshxona mebelimizni seri kashtan firmani akrilidan, Mokrisfat kashtan firmani akrilidan qo'yib berdik. Doskalari dorilangan rossiyskisidan qo'yib berdik. Ichki korpuslarigacha rossiyskiy laminat ishlatdik. Xo'p, PVX kronkalari qilingan, osha-moshalariga ham mebelni chekkalari ham mana akrillarimiz ham qalin kronka bo'lgan. Osha-moshalar to'rttadan qatirilgan. Bo'yini balandligi uchun ikki qatordan polka bo'ldi. 3 ta etajerka bo'lib chiqadi. Havo tortadiganlar olib kelib qo'yilgan ekan va gazlarigacha chiroyli qilib ustanovka qilib qo'yib berdik. Mo'ykasi bizdan bo'ldi. Qo'yib berdik. Smestitel, gaz, vichka, pech, mikrovalnovka, xolodilnik, bitovoy texnikalar xonadon egasi olib kelib qo'ygandi. Joylariga chiroyli qilib joylab berdik. Bu mebelning ichida mebel общий keldi. Shu mo'ykasi, savatcha geli bor, sochiq ilgich, taxtagashlargacha mana yerda cho'ntaklari, pichoq yopishtiradigan magnitlari, diod chiroqlarigacha mikrovalnovkaga joylarini qo'yib berdik. Plyunslarni ham germetiklab chiroyli qilib ustanovka qilib berdik mana shu holatda. Kimga ishimiz yoqsa murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. G'aladonlarda qo'shib soladigan patnislari ham bor. Mana shu holatda chiroyli qilib o'rnatdik. Hozirgi holatda suvlari, gazlari tayyor ulab qo'yildi. Bu tomonlari ham ishlayapti. Ichkalari ham ishlayapti. Ham knopka, ham sensor. Mana shu holatda. G'aladonlari ham vakuumli. Kimga ishimiz yoqsa murojaat qilaverasizlar. Bu oshxona mebelimizni 1 pogona metri 2.400.000 so'mdan общий narxi 7.800.000 so'mga olib kelib ustanovka qilib bitkizdik mana shu holatda. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Xudo xolasa chiqarib borayotgan ishlarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar.